Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiyede siz Gazi Rozi, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyelerimizde mavzulamında Amerika Qo'shma Shtatlari tunji qatam F-35 belgilik harbiy uçuşçular atartini, aeroplanning harbiy uçuşçular atartini devlet sirtiga o'rinlashtirib bo'ldi. Mavzuli xabar 11 ayning 18 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika harbiy taraf 5-avlod harbiy kurashchi aeroplanni chet elga o'rinlashtirishni doimiy holatga aylantirishni tamomlab bo'ldi. Amerika amaldorlari mundaq dedi. Yaponiya yangi Amerika harbiy bazasi o'rinlashtirilgan F-35B harbiy uçuşçular atarati Amerika Yaponiya harbiy ishlar ittifoqining jangovar kuchini texmo oshyordi. Amerika harbiy taraf 11 ayning 15 kuni haftaning 3-kunida mundaq dedi. Dengizdan chiqib quruqlikda jang qilguvchi qismlarga mansub bo'lgan 121 kurashchi harbiy aeroplan uçuşçular atarati eng oxirgi bir turkum harbiy uçuşçular o'ttiri atarati mushabti Yaponiya yangi Amerika harbiy havo armiya bazasiga yetib keldi. Şu orqali Amerika armiyasi davomli chet elda turishliq 5-avlod kurashchi aeroplan o'ttiri ataratini o'rinlashtirishi tamomlandi. Hozirgacha bu o'ttiri ataratning 16 dona F-35B kurashchi aeroplani butunlay havo armiya bazasiga o'rinlashtirib bo'lindi. Havo armiyasi F-35A kurashchi harbiy aeroplan uçuşçular o'ttiri atarati ham Yaponiyaga kelib o'rinlashdi. 11 ayning boshlarida Amerika armiyasining 12 dona F-35A kurashchi aeroplani va 300 nafar kurashchi aeroplan uçuşçulari va yer usti mulozimlar Yaponiya Gana Amerika harbiy bazasiga arqa-arqadan yetib kelib, Amerika armiyasi Tinch okean qo'mondonligining tunji qatam Osiyo Tinch okean qo'mondonlik o'rniga yetib kelib, F-35A uçuşçular atartini tashkilladi. Amerika Osiyo Tinch okean qo'mondonligining qo'mondoni admiral Harry Harris mundaq ko'rsatdi. Amerikaning eng ilg'ori harbiy aslahalar va uskunalar avval Osiyo Tinch okeani rayoni o'rinlashtirib, bu rayonda texnik jiddiylashayotgan bexatarlik xiristlarga taqobil turish uchun tirishchanlik ko'rsatamiz. Bu F-35 buni sizlar yaxshi bilasizlar, hurmatli vatandoshlar. Endilikdagi, ya'ni shuning qo'shimcha xabar Dalay Lama sado chiqadi. Jungo taraf qo'shiladiganlar bo'lsa, men Tibetga qaytaman dedi. Mavzuli xabar 11 ayning 18 kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Tibetning sargardan Dais Dalay Lama haftaning 5-kuni Dharamsaladan qo'zg'alib, Hindistonning sharq qismini ziyorat qilishdan burun aeroportda Tibetdan kelgan 40 necha nafar Budda muridlari bilan ko'rishdi. Ularga dediki, Jungo hukumati qo'shiladiganlar bo'lsa, men Tibetga qaytaman. Dalay Lama aeroportga yetib kelib, Tibetdan kelgan Budda muridlari bilan ko'rishganda, ularga salom berdi va ulardan ahvol so'radi. Tibetdan kelgan bu Budda muridlari yig'lab turib, Dalay Lamaning Tibetga qaytishini talab qildi. Ve Tibetdagi vatandoshlarning salomini va Dalay Lamani sig'inganligini yetkazdi. Dalay Lama hissiyotlanib, ularga tasalli berdi va men sizlarni abadiy unutmayman. Jungo qo'shiladiganlar bo'lsa, men Tibetga qaytaman dedi. Tibet ma'muriyat markazining xabariga asoslanganda, Tibetning ma'naviy daisi Dalay Lama 18-kuni Yangi Dehlida Soliban maktabiga berib, bir necha ming o'quvchiga mas'uliyat va axloq qadr qimmati mavzusida nutq so'zladi.
19. günü Dalaylama Tebessüm Fondi Cemiyeti'de nutuk sözleydi. Tibet Memuriyet Merkezi başlığı Lobsan Sangay Avrupa'daki 3 devleti ziyaretini ahırlaştırıp Kanada'ya gelip hepsinin 5. gündün Yekşembe günü geçe Hali Pakis ülkesinde Hali Pakis'ta 9. katimlik halkara bir xatarlik birinin yığına katmışıdım. Lobsan Sangay Avrupa'da Norvegiya, Şvetsiya, Daniya Katarlık devletlerini ziyaret kıldı. Ben de bir yerde yap. Demek Dalaylama mektepke gelip dokulat sözlepti 11. ayının 17. günü. Del şu günü de hem Cungo taraf bilen Hindistan taraf çigra sohbeti yani. Çigranın muqimligini saqlash, tinchligini saqlash to'g'risida aytgan, yaqinda aytganlar ciddi holda bir yig'in ochdi. Dalaylama 17. nutq so'zlabdi. Cungo Amerika ikki taraf, kechiringlar Amerika. Cungo Hindiston ikki taraf chegara sohbati boshladi. Yani şunun qo'shimcha ahirida chiqdi. 11. ayının 17. günü Reis Xi Jinping o'zining favqulodda vakili Song Tao degan kishini Chavshanga berdi. Bir kun ichida yuz bergan ikki yosh vatandoshlar. Bu yerda biz quruq chaqmoqdan chiqamaymiz. Pokistonni bir-biriga solishtiramiz, hurmatli vatandoshlar.